Assalomu alaykum azizlar. Qandaysizlar deydi-ku, yaxshimisizlar? Qalay endi, nima gaplar deyishadi-yu Toshkentlik. Nima gaplar endi? Yangiliklar bormi? Nima yangiliklar deydi. Yangilik ko'p. Shou biznes olamida dahshatli bir yangilik. Dahshatliligi shundaki, Ozoda Nursaidovani kimligini endi butun xalqimiz yaxshi taniydi. Xo'p, Ozoda Nursaidovani klipini suratga olish jarayonida bir baxtsiz hodisa sodir bo'lgan. Endi buni baxtsiz hodisa desa ham bo'ladi. Yoki bo'lmasa, o'sha texnika xavfsizlik qoidalariga rioya qilinmagani, o'sha klipdagi o'sha texnik taraplari, ba'zi bir qonun qoidalarini buzilganligi oqibatida filmda suratga tushayotgan aktrisa mashinani tagida qolib ketgan, mashina bosib o'tib ketgan ustidan. Shu belini o'rtasidan bosib ketgan gelik mashina, endi u gelik og'irligi 3 tonnadan oshiq bo'lsa kerak, по-моему, bosib o'tib ketgan. O'sha tos suyaklar singan. Tos suyak bilasiz, odam o'sha beli bilan beldan pasti, tepasini shu ushlab turadigan asosiy nima. Xullas, qiz nogiron bo'lib qolgan. Nogiron bo'lib qolgan. U qiz aktrisa ham o'sha model shunaqa bo'lgan. Endi unaqa qanchalik tanilganini bilmayman. Yo'q, unaqa taniqli ham emas. Endi nima bo'lgan taqdirda ham shu voqea sodir bo'lgan. Hozir o'sha klip ijodkorlari, ya'ni o'sha operator, rejissyor, keyin aktyorlar bilan shug'ullanadigan o'sha kartina direktori, o'sha finansiy masalalarga javob beradigan, shular chiqib juda har xil ko'p voqealarni tarqatmanglar, bizda ayb yo'q degandek shunaqa mazmunda chiqqan, lekin hozir shu tergov jarayonlari, shu nimalar ketayotgan ekan. Endi qarang, bular biz baribir birinchi yordam ko'rsatdik. Xo'p, больницаga olib bordik. Endi bu voqea noyabrda sodir bo'lgan bo'lsa, noyabr, dekabr, yanvar, fevral har bir o'sha invalid bo'lib endi kresloda o'tirib qolganda, o'sha kresloda o'tirib qolgan jarayonni shu boqish uchun, parvarish qilish shu oyiga $500 dan pul berib turgan ekan. Endi qarasa vaziyat og'irlashib ketayotganligi sababli bular, u aktrisa qiz, adashmasam shu familiyasi Jabborovami, Sobira Jabborovami, shunaqa. Xullas, u aktrisa qiz qarindosh urug'lari endi o'zi bular endi boshqacha talablar qo'yayotgan ekan. Mana bu aktrisa misol uchun qancha hali ijod qilishi mumkin edi, pul ishlashi mumkin edi. Mana endi buning uy-joy kerak, mashina kerak. Xullas, uy-joy bilan mashina talab qilishayotgan ekan. Bu qanchalik to'g'ri, noto'g'ri, buni endi baribir sud hal qilishi kerak, chunki sudga ariza kiritiladi. Haqiqatda o'sha yerda shu jarayonlar, lekin ancha kech bo'lib ketgan, shuncha masofa o'tib ketgan, orada vaqt o'tgan. Aynan kim aybdorligini, aynan kimga qo'yadi yoki kimlarga qo'yadi, buni baribir sud hal qiladi. Unda to'g'risini olib qaraganda shu sudga ariza bilan murojaat qiladi. Shunaqa Ozoda Nursaidovani klipini suratga olish jarayonida mani mashina bosib ketdi. Shunga kim aybdor bo'ladi degan ma'noda, mani anaqamni shuncha nogiron bo'lib qoldim, buni endi badalini kim to'laydi degan ma'noda ariza kiritadi. Endi o'sha arizada kimlar jazolanishi shu ko'riladi. Balki operator aybdordir, chunki operator ham o'sha postanovщик, u ham misol uchun motor deb ani mashinani yurishiga nima beradi. Endi yana bitta tomoni bor. Bu mashinani pravasi yo'q bir aktrisa qiz endi suratga tushayotgan, shu boshqargan ekan. Motor deganda bosib yuborgan, rashyot ola olmaganmi, pravasi bo'lmagandan keyin uni pravasi borlar hozir avariya qilib qo'yapti. Necha yillik tajribasi bor shofyorlar avariya qilib qo'yapti. Endi mana shu o'rinda bitta narsa, meni o'zim ham endi maqtanishga emas, nokamtarlik bo'lsa ham baribir aytaman. O'nlab, balkim 20 dan oshiq shu nimalarda, reklamalarda shu chiqqandirman. Lekin o'sha paytda bitta joyi bor. Ba'zi bir xil studiyalar, mana shu productionlar, o'sha ijodga olish nimalari, guruhlari, rejissyorlar shunaqa talab qilishadiki, mashina
haydayotgan odamni bir sekund haydasa ham yoki rulda o'tirib prosto u yoqqa bu yoqqa qarab nima qilib o'tirgan taqdirda ham prosto hech narsa qilmasa rulda o'tirganiga prava bormi deb aktyordan birinchi очередda so'raydi. Shu pravasi bo'lmasa o'shani rulga o'tkazmaydi. Shunaqa nimalar bor. Prinsipial ishlaydigan. Mana yaqinda Pemini reklamasida anaqaga taksist rolida chiqdim. Endi yurgan bo'lsam bir yarim metr yurdim. Bitta yurib bir qo'zg'alib to'xtayman shu bir. Boring yana 2 metr yurgandirman. Shunga ham pravangiz bormi, haydaganmisiz, avtomat korobka haydaganmisiz, mexanikami deb rosa sursur qilishdi. Конечно, bu muhimdi. U aktrisa birinchidan holatda bo'lish kerak. Rulda bo'lgan paytda holat degani o'sha obrazga kirgan holatda turish kerak. Ham mashina boshqarish kerak. Mashina boshqaradigan aktyorlar nihoyatda qiyin bo'ladi. Oson bo'lmaydi. Prosta hech narsa boshqarmayapsiz, aktyorlik qilaverishingiz kerak qanaqadir. Unga e'tiboringiz faqat shunda bo'ladi. E'tibor bo'linadi mashinaga. Конечно, u pravasi bo'lmasa, tем более qiz bola bo'lsa, shaqillatib bosib o'tib ketganda, birinchi oldi balonni bosib o'tgan, keyin orqa balonni bosib o'tgan. Endi bu yerda o'sha pravasiz odamga mashina bergan odam ham baribir aybdor bo'ladi. Rulga o'tirgan ham menimcha aybdor bo'ladi. Men tag'in bilmadim. Endi u mashina kimga tegishli hali bu sud uni daskanalniy aniqlab, daskanalniy xulosa chiqaradi baribir. Endi u talab qilayotgan uy-joy masalasiga keladigan bo'lsak, bu ham endi shaxsiy, endi ularning o'zini fikri, o'zini g'oyasida. Endi sud qanaqa belgilaydi bilmadim. Balki to'g'ridir, haqiqatan bir umrga nogiron bo'lib qoldi haqiqatan ham. Bu tarafi ham bor. Lekin qonun qanaqa ko'rib chiqadi, endi buni sud ko'rsatadi albatta. Lekin yana bitta tomoni bor. Endi bular Ozoda Nursaidova haqiqatan u klip jarayonida ishtirok etmagan. Suratga olish o'sha joylarida ishtirok etmagan. Chunki bu klip bo'lib olinadi. Men o'zim ham Hamdam Sobirov klipida tushganimda Hamdam Sobirov bir kelib ketganmi, boshqa ham qatnashmagan. Bir kelib ketgan, ko'rin qanday yaxshimi deb qarab ketgan bo'ldi. O'zi u jarayon tepasida turmaydi. Bu mashhur san'atkorlar turmaydi. Ozoda Nursaidova ham bo'lmagan. Lekin baribir bular endi talab qilayotganligi o'sha endi mashhur san'atkor, puli ko'p, har bitta to'ylarga 7,000-8,000 dollardan chiqadi, uy-joy bunga nima bo'pti, olib bersin endi deb talab qo'yayotgan. Lekin u talab qoniqtiriladimi, yo'qmi, endi buni sud hal qiladi baribir. Jarayonlarni albatta kuzatib boramiz. Bu yerda ko'p adolatsiz taraflari ham bor. Misol uchun mana shu aktyor aktrisalarning gonorarlari o'sha faktiski qog'ozda qanaqa yozilgani summasi hech qachon ko'rsatilmaydi. Mashhurroq aktyor bo'lsa shuni og'zaki o'sha katta summada gaplashib kelishiladi. Tanilmagan bo'lsa, lekin rolni zo'r chiqarib bersa, unga shu arzimagan shu 100-200 dollar berib, u klipni yo reklamani rosa aylantirib pul qilishadi. Shu tomonlari ham bor. Balki bunga ham kam mablag' berishgandir. Endi yo hammasi qorong'u. Lekin fakt to, что bitta odam invalid bo'lib qolgan, bu o'sha klipni suratga olish jarayonida bo'lgan. Hamma gap shunda. Voqealar rivojini kuzatamiz.